yaxshiroq pul kelishni boshlagandan keyin tam kayf safo mana shunaqa paytlar Kayf ham bo'lgan. safo bo'lgan, конечно. Kayf biza bu yoshda masalan 16-17 yoshingizda buncha sizga boshingizga katta narsa kelib qolsa baribir qanotli o'sishni boshlar ekanda. Uchib ketdim men sal, berilib ketdim, bu yoqga. Birinchi katta pul necha yosh eding? Tushganda qo'lingga o'sha taniqlik bilan birga. 17 yoshida. 17 yosh. 17 yoshida. Juda katta pul tushgan qo'limga. O'shanda birinchi marta kontrakt qilgandim. Qo'limga katta pul olganman, o'shandan keyin Nimaga ishlatding? kayf safo. Ha? Necha pul? Haftasiga $4000 qurtardim. Haftasiga $4000 Haftasiga $4000 qurtardim. 17 yoshda. U endi u отдельно hali uyga olib kirganim bor. Ha? O'zimga ko'proq qurtardim, uyga kamroq olib kirardim. Butunini kayf safolar bo'ldi. Ishingga ta'sir etdimi? Ishga ta'sir etdi demayman-u. No, men bu akalarim yonida sal uyalib qoldim. Akalarim yonida sal uyalib qoldim, onam yonida sal uyalib qoldim. Qachon stop deding? Mani bundoq zashkir ushlashganida o'shanda stop berishgan menga.